Assalomu alaykum qadrli talabalar. Demak, bugungi mavzuyimizni present simple tense, hozirgi oddiy zamonni negative and question formlari. Demak, so'roq va inkor shakllariga murojaat qilamiz. Biz o'tgan darsda siz bilan present simple tense positive form haqida gaplashgan edik. Demak, present simple tense hozirgi oddiy zamon odatdagi harakatlar yoki faktlarni ifodalash uchun ishlatiladi. Biz u zamonni qanaqa yasaymiz? I, you, we, they uchun biz fe'lni asosiy shaklini shunchaki qo'llaymiz. He, she, it uchun esa fe'lga s yoki es qo'shimchasini qo'shish orqali demak present simple tense yasaymiz. Biz qachon s va qachon es qo'shimchalarini qo'llanishi haqida gaplashamiz. Demak, biz he, she, it kabi olmoshlar bo'lsa, biz fe'lga s yoki es qo'shimchasini qo'shamiz. Demak, egamiz I, you, we, they kabilar bo'lsa, biz fe'lga hech narsa qo'shmaslik haqida oldingi slayd haqida gapirib o'tdik. Misol uchun, he reads books, she likes chocolate. E'tibor berdik. Demak, reads bilan likes kabi fe'llarga biz s qo'shimchasini qo'shdik. Keyingisi, agar fe'llarimiz s, ch, sh, x, o bilan tugasa, es qo'shamiz. Qolgan paytlari esa sda o'zini qo'shishimiz mumkin. Misol uchun, she goes to school, he watches TV every day. Demak, go o bilan tugagani uchun es, watch esa ch ya'ni ch bilan tugagani uchun biz es kabi qo'shimchani qo'shdik. Demak, negative form inkor shakli. Inkor shakli qanaqa yasaladi? Inkor shakli biz bilamizki, egadan keyin asosiy fe'ldan oldin not qo'shimchani qo'shishimiz kerak. Biz notni shunchaki qo'sha olmaymiz va do yordamchi fe'lini yordamga chaqiramiz va don't shaklida egadan keyin asosiy fe'ldan oldin ishlatamiz. Ya'ni I, you, we, they kabilardan keyin biz don'tni ishlatsak, he, she, it ya'ni uchinchi shaxs birlikda does not ishlatamiz va mana he, she, itga does not ishlatganimizdan keyin asosiy fe'lga hech qanaqa qo'shimcha qo'shmaymiz. Fe'lning o'zi yasaladi. Misol uchun, I don't like tea. She doesn't play football. We don't study at night kabilar misol bo'la oladi. Keyingisi demak question form, ya'ni so'roq shakli, savol shakli. Qoidalari. Endi biz so'roq yasash uchun I, you, we, theydan oldinga do yordamchi fe'lini chiqaramiz va so'roq yasaymiz. He, she, itga esa bu doesga aylanadi. Ya'ni asosiy fe'lga qo'shgan es yoki esimiz do'ga qo'shiladi va oldinga chiqib so'roq shakli yasaladi. Shunda asosiy fe'lga hech qanaqa qo'shimcha qo'shilmaydi. Misollar: Do you like coffee? Kofe xohlaysizmi? Does he watch TV? U televizor ko'radimi? Do they work on weekends? Ular hafta oxiri ishlaydimi? Kabi misollar bo'la oladi va biz e'tibor beramiz, watchga hech qanaqa qo'shimcha qo'shilmadi va u doesga qo'shilgan edi chunki. Eslatma, demak, inkor va savol, so'roq shakllarida fe'lga hech qachon es yoki s qo'shimchasini qo'shmaslik haqida gapirdik va yana eslatmaga buni aytib o'tdik. Misol uchun, he doesn't drive a car. Bu to'g'ri bo'ladi, chunki drive haydamoqqa biz hech qanaqa qo'shimcha qo'shmaymiz, chunki doesga qo'shgan edik. He doesn't drives a car bo'lsa, demak bu gapimiz xato hisoblanadi. Demak, mashq uchun savollar. Present simple'ni negative or question formalari uchun biz 10 ta savol berdik. Siz videoni to'xtatasiz, savollarni ishlaysiz, biz esa javobi bilan keyingi slaydga berib o'tamiz. Javoblari: biz gapni tarjima qilmasdan turib, demak, javoblarini topishimiz mumkin. I don't read books in the morning. Birinchisi, man ertalab kitob o'qimayman. Demak, I ega demak birinchi shaxs birlik bo'lgani uchun man don'tni tanladik. She doesn't watch TV after dinner. Demak, she bo'lgani uchun egamiz
Doesn't tanlab oldik. Doesn't watch TVni. They don't go to the gym on weekends. Demak, they ular don'tni biz demak to'g'ri javob qilib oldik. Doesn't he play the guitar? U gitara chaladimi? Demak, biz he bo'lgani uchun does shaklini oldik. Do we need to finish this work today? Demak, bizga biz do shaklini oldik. He doesn't work on Sundays. Demak, ular Saturday, sorry, ular shanba kunlari ishlashmaydi. Demak, doesn't shaklini oldik he ega bo'lgani uchun. Do they speak English fluently? Demak, ular bo'lgani uchun egamiz biz do shaklini oldik. Does your brother live in London? Sening akang Londonda yashaydimi? Sening akang uchun shaxs birlik he'ni o'rniga kelgani uchun biz does shaklini tanladik. We don't eat fast food every day. Biz fast food har kuni yemaymiz. Demak, we bo'lgani uchun don'tni oldik. Do your parents drive to work? Demak, your parents uchun shaxs birlik uchun shaxs ko'plik bo'lgani uchun sening ota-onang bo'lgani uchun biz does shaklini oldik. E'tiboringiz uchun rahmat.